Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. 10-iyun O'zbekiston xalq yozuvchisi, qahramoni, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Said Ahmad Tavalludining 106 yilligi munosabati bilan men sizlarga Said Ahmadning Ufq kitobini bibliografik sharhlab bermoqchiman. Said Ahmad Ufq matn trilogiya. Said Ahmad Toshkent Turon Zamin nashriyoti 2024-yil 512 betdan iborat. O'zbekiston xalq yozuvchisi, O'zbekiston qahramoni Said Ahmadning Ufq trilogiyasi o'zbek adabiyotidagi betakror asarlardan biridir. 45 kun romanidan Farg'ona kanali qurilishida matonat ko'rsatgan xalqimiz farzandlarining fidokorona mehnatlari yorqin badiiy bo'yoqlarda tasvirlangan. Hijron kunlari Ufq bo'sag'asida romanlarida esa Nizomjon, Dildor, Zebi xonim ilk muhabbati, quvonchi iztiroblari qalamga olingan. Xalqimizning urush yillaridagi hayoti, bir-birlariga bo'lgan mehri, insoniyligi ko'nglingizni g'ururga to'ldiradi. Yoshlarimizga hayot maktabidan saboq beradigan ushbu asar uyingiz va ko'nglingizni nurga to'ldirishiga ishonamiz. Ushbu kitobni Shayxontohur tuman axborot kutubxona markazimizga kelib olib o'qishingiz mumkin.